Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Türkiye'nin eng cho'ng shahri va savdo markazi bo'lgan İstanbulda çarşamba kuni ko'p qatim yer tavrash yuz bergan bo'lib, bu yer tavrashning ta'sir kuchi hatto poytaxt Anqaraga yetib borgan. Çarşamba kuni İstanbulda tush vaqtida 6,2 bal yer tavragan bo'lib, İstanbul'daki egiz binalar bu yer tavrashda qattiq silkingan bo'lsa-mu, ammo binalarda o'rilish bo'lmagan. Angliya BBC televiziyasining xabardan qaraganda, bu qatimqi yer tavrashning markazi Turkiyaning Marmaray dengiziga to'g'ri kelgan bo'lib, u İstanbulga faqat 80 kilometr keladi ekan. İstanbul valiyligining bildirishicha, mazkur shaharda çarşamba kuni oldi kayni bo'lib 50 qatimdan ortiq yer tavragan. İstanbul hukumat doiralari hozircha bu yer tavrashda hech kimning qazo qilmaganligini bildirib, faqat 151 kishining yer tavrashdan qo'rqib ketib, binolardan sakrab zaxmlanganligini degan. BBC televiziyasining xabarida aytilishicha, İstanbuldagi fuqarolar bu yer tavrashni yaqin yillardan buyon eng cho'ng yer tavrash deb his qilganligini aytib, buningdan keyin texmi cho'ng yer tavrash mumkinchiligi borligidan andish qilganligini ifodalagan. Xabarda aytilishicha, İstanbuldagi aholilar yer tavrash yuz bergandan keyin binolardan qochib chiqib o'zini daldiga olgan. İstanbul hukumat doiralari bu qatimqi yer tavrashda binolarning ko'z ko'rinarlik darajada ziyonga uchramaganligini bildirsa-mu, ammo Yevropa tarafdagi Fatih rayonidagi bir tashlandiq binoning o'rilib tushganligini aytgan. İstanbul Turkiyadagi nüfus eng ko'p shahar bo'lib, Turkiya nüfusining 5dan 1 bo'lgan 16 million aholi bu tarixiy shaharda yashaydi. Türkiye'nin coğrafiyası yer tavrash belbog'ida joylashganligi uchun cho'ng yer tavrashlar davomli bo'lib turadi. 2023-yili Türkiye'nin janubiy qismida yuz bergan cho'ng yer tavrashda 55 mingdan ortiq odam qazo topgan edi. 22 aprel Amerikada ziyorati bo'layotgan siyosatchi, akademik va atoqli muxbirlardan tarkib topgan Misrlik bir hay'at Dünya Uyghur Qurultiyining oliy maslahatchisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining ijroiya direktori Ömer Qanat apandini mazkur qurilishning markazida ziyoratda bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining o'rinlashtirishida ilib berilgan bu ziyoratda Ömer Qanat apandi Misrlik hay'atga Uyg'urlar va Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik haqida ma'lumot bergan va ulardan mazkur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun konkret talablarni sungan. Angliya hukumati çarşamba kuni bayonot e'lon qilib, o'zining yangidan qurmoqchi bo'lgan davlat egiligidagi Buyuk Britaniya energiya shirkatining ta'minot zanjirlarida majburiy emgakning yo'qligiga kafolatlik qilganligini bildirdi. Angliya parlamenti çarşamba mazkur shirkatga munosabat qonun loyihasiga tuzatish kirgizib, Buyuk Britaniya energiya shirkatining yangi energiya asosli qurilishlarini ilib borganda axloq ta'minot zanjirlarini ishlatishda bir yetakchilik rol o'ynaydiganligini bildirdi. Angliya energiya ministri Michael Shanks bu to'g'risida to'xtalib, Buyuk Britaniya energiya shirkati majburiy emgakdan xoli bir sanoat yetakchisi bo'lib, u bizning bu favqulodda pokiz energiya vazifamizni ado qilishda oldiga qarab ilgirlatadi. Angliya xalqi o'z ega bo'lgan va ular uchun xizmat qiladigan bu Buyuk Britaniya energiya shirkati biz o'zimizning pokiz energiya kelgusimizni yaratishda faxrlangudek bir o'rin bo'lib hisoblanadi degan. Angliya energiya xavfsizlik ministri Ed Miliband o'tgan oyning oxiri Angliya energiya qonuniga kirgizilgan qulluq emgak munosabatlik tuzatishga qarshi turadiganligini bildirgandan keyin keng parlament a'zolarining noroziligini qo'zg'agan. Bu kirgizilgan tuzatishda hukumatning qulluq emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni cheklashi o'ttirib qo'yilgan. Angliya hukumati çarşamba kuni bu qarorni e'lon qilgandan keyin uzundan beri xavfsizlik ministri Milibandning maydoniga qarshi harakat ilib borgan Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlari va Angliyadagi faoliyatchilar buni qizg'in qarshi oldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Angliyadagi vakili Rayma Mahmud yetakchiligidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish tashkiloti bu g'oyat zo'r g'alabani qarshi olib, Angliya hukumati Buyuk Britaniya energiya shirkatining ta'minlash zanjirlarida Uyg'ur qulluq emgaki va odam atkazchiligini chiqarib tashlash qonunini o'zgartirishga qo'shildi. Bu adolatga qarata tashlangan bir zo'r qadam degan. Angliyalik faoliyatchi va Xitoy qarshi xalqaro parlamentlar birligining ijroiya direktori Luke de Belfort X'da bu to'g'risida to'xtalib, "Mana biz qila oldik. Bu qonun o'zgarib, yangilangan energiya sohasidagi Uyg'ur qulluq masalasini hal qiladigan bo'ldi" degan. Angliyada chiqadigan kunlik xabarlar gazetida aytilishicha, energiya xavfsizlik ministri Miliband 21 mart kuni Angliya energiyasining 180 million funt sterling qiymatidagi tunji qurilishini o'ttirib qo'ygan bo'lib, uningda 200 maktabning o'g'isiga kun taxti bekitildi ekan. Miliband muxbirlarning savoliga javob berganida,
bir qism kun taxtalarının Xitoydan keldiganligini e'tirof qilgan edi. Angliya parlament a'zosi David Alton buningga norozilik bildirib, o'zining X hisobida Uyg'ur qulluq amgiki orqali yasalgan kun taxtalarni ishlatishning axloqsizlik ekanligi va buningda Angliyaning qo'li bo'lmasligiga chaqiriq qilgan edi. Angliyadagi Yahudi cho'ng qirg'inchiligidan qutulib qolgan 89 yoshli Dorrit Oliver Wolf xonim bu masala ustida Angliya vaziri Keir Starmerga xat yozib, uning tarixdan savoq ilib jiddiy harakatga o'tishini talab qilgan. Dorrit xonim vazirga yozgan xatida, bugun mening ko'nglimga og'ir kelgan Uyg'ur majburiy emgak masalasi ustida sizning kuchli harakat ilib berishingizni so'rayman degan. Dorrit xonim xatida yana Angliyaning energiya qonuni sizning hukumatingizga zo'r fursat yaratib berdi. Ya'ni butun dunyoning oldida Angliyaning zamonaviy qulluq mahsulotining axlat sanduq emasligini bildiradigan fursatdir. Chunki bu yangilanadigan energiya sohasi Uyg'ur majburiy emkining qini bilan bo'yalgan degan. Angliya vaziri Keir Starmerning bayonotchisi chorshanba kuni bu jarayon haqida to'xtalib, qulluq emgak yerganishlikdir. Uning Angliya mahsulotlarini ishlab chiqarilishida o'rni yo'qdir deb bildirgan. Angliya hukumatida Uyg'ur qulluq emkiga chetishlik yuz bergan bu bir cho'ng g'alaba. Naq Angliya parlamentining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilganligining 4-yilga to'g'ri kelgan bo'lib, Angliya parlamenti 2021 yil 22 aprel kuni Xitoy hukumatining 2017 yildan beri Uyg'urlar va yerlik Turkiy millatlarga qarshi elib borgan keng ko'lamli qabih jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.